Ijtimoiy tarmoqlarda bir fuqaroga bir necha shaxslar tomonidan kuch ishlatilayotganligi aks etgan video tarqalib ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilganda voqea aynan mana shu klinikada, ya'ni giyohvandlik va spirtli ichimliklarga ruju qo'ygan shaxslarni davolashga ixtisoslashgan xususiy klinikada 2025-yilning yanvar oyida ro'y berganligi aniqlangan. Videoda klinikaga davolanish uchun keltirilgan bemorning agressiv harakatlari va bemorni tinchlantirishga uringan xodimlarning harakatlari aks etgan. Farzandimni giyohvand modda iste'mol qilishini 1 yil bo'ldi bilganimga. O'zi yig'lardi, ona hamma joyim og'riyapti, nima qilaman, yordam bering derdi. Shu tuzata olmadik-da. Oxiri men shularga yotqizdim. Majbur bo'lganimdan. Qo'rqqanimdan majbur nima deydi, qamalib ketmasligi uchun, kasal bo'lib o'lib qolmasligi uchun yotqizganman. O'zimni xohishim bilan, hech kim majburlamagan meni. Shaxsiy klinikaga davolanishga kelganman, o'z xohishim bilan onam olib kelganlar. Meni o'zlarini tinchlashtirish uchun emotsionalniy o'zimni holatimda bo'lmaganman, lomkada bo'lganim uchun mana shu narsani qilishgan. Yanvar oyida yotdi, 4 oy yotdi. Nima qilsa ham shu tuzatib beringlar. Odam qilib beringlar deganman. Aytishgan ota-onamga, ota-onam rozilik bergan. Ota-onam rozilik bergani uchun mana shunaqa narsa bo'lgan, lekin men hech kimdan davoyim yo'q. 5 oydan beri top-tozaman, organizmim toza. Xudoga shukr, umrim oxirigacha Xudo xolisi toza bo'lib yuraman. Agar aytganini qilmasa shunaqa qilamiz degan. O'g'limni oyoq qo'lini bog'laganda xabarim bo'lgan, skotchlagani xabarim bo'lgan. O'zim ruxsat berganman. Nima deydi? Aytganini qilmay birovni urgan bu. Shuning uchun shunaqa bo'lganda yozmaganman hech qayerga, ichki ishlarga yozmaganman. Xususiy klinikasida rahbar lavozimida faoliyat yuritaman. Ismli ayol yanvar oylarida murojaat qilib, qo'llarini giyohvand moddalarini iste'mol qilayotganlikda bilib qolib va bizdan tuzatib berishni yordam so'radilar. Bizni tushuntirdik. Boshlang'ich 10 kun, 15 kun o'tib olsa, qolgani Xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Shu 10 kun boshlang'ich 10 kun vaqt davomida bizani xodimimizni urib, kalitni olib ko'chaga chiqib ketmoqchi bo'lgan. Shunda biz uni tinchlantirish maqsadida oyoq qo'lini boylab shunaqa harakat qilganman. Bu haqida onasiga, otasiga ogohlantirganman. Ota-onasi hozirgi kunda mendan juda ham rozi, davosi yo'q. Tibbiy markazda psixolog bo'lib faoliyat olib boraman. Birinchi kunlar albatta o'zini nima deydi, layoqatli holatda bo'lishmaydi. Ba'zan hatto shunaqa holatlar bo'ladiki, bu terminologiyada gluki deyiladi. Xuddi ularni kimdir qo'llayotgandek, ta'qib qilayotgandek yoki xonada o'zidan tashqari yana boshqa bir jismlar harakatga kelgandek yoki boshqa bir notanish sharpalar ko'zlariga ko'rinib yoki eshitishni boshlashadi. Sekin-sekin davolanib o'sha biz psixologik yo'nalish beramiz. Muhokamalarga sabab bo'layotgan ko'cha bezorlari kabi vajlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ushbu holat yuzasidan fuqarolar va ularning yaqin qarindoshlari tomonidan ilgari ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilinmagan. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi.